35 ming so'mni mana bog'dan eng kechki kuzatuv shoptonlarimiz uzilyapti. Bu O'zbekistonda bog'dan uzilayotgan kechki shoptonlarni rekord narxi. Fermerlar, dehqonlar, bog'bonlar juda yaxshi biladi. Yaqinroq olib kelib ko'rsating. Shopton videoni qaranglar. Bugungi chislo 25-sentyabr. Mana qora qizil do'stlar. Ovozini qaranglar. Hozir men buni sizlarga yeb shadoylar juda ham suvli shoptonlar. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, suvliligiga qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Suvni. Bu kechki shoptonlar ichida O'zbekistonda hali ko'p tarqalmagan, faqat intensivniy bog'da bor xolos do'stlar. Shopton yebda baho beradilar. 35 ming so'mdan bog'da o'zidan uzilyapti. Shu shoptonlardan ko'paytirib bog'larni qilishimiz kerak. Sababi kechki shoptonlar mana zonda 35 ming shopton uchun eng katta tonda men nektarin shopton 2 da chempionlarda deb yurardim, lekin bu shoptonlar tonda bo'yicha o'shalardan ortda qolgan ekan. Hosiliga da baho berasizlar. Hosilni ko'p bu. Qaranglar. Kamida 60-70 kilo bor. Daraxt endi kattaligiga qaranglar. 2 litrli usulda tayyorlangan ekan. Juda ham shirin do'stlar. Mazasiz gap yo'q. Videoni shoptonga qiziqqanlarga tez jo'natib beramiz. Mana. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.